Bana İslam hakkında bir sözde dep bergin ki ben o hakkında hiç kandak bir adamdan soğumay. Yani sen şundak bir sözünü dep bergin ki ben şu sözünden tutay, hayat desturum kılay, dünya ve ahiretlik nicatlık yolumda tapay. Nima degan muhim bir söz ya. Ko'pinchimizniki vatandagi, ya'ni zulm ostidagi, zolimlar zulm qilayotgan, bizning namozimizni cheklayotgan, diniy o'rganishimizni cheklayotgan ana shunday muhitdagi iymonimiz bugungi kunimizda suslab ketyapti. Ana shunday dinning aziyatini chekkan sahobalar ichidan Habasistonga ko'chgandan keyin birisidan bo'lib ketgan. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, hammanglar xush keldinglar. Biz bu haftada yana shu o'xshashlar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning durdanilaridan, ya'ni hadislardan o'rganamiz. O'tgan haftada Imom Navoiyning 40 hadis nomli kitobining 20-hadisini o'qigandik. Biz bugun endi 21-hadisni o'qiymiz. Bizning bugungi hadisni o'rganadigan mazmunimiz bo'lsa, bizning dunyo va oxiratlik nijotlik yo'limiz. Va shundaqla biz bugungi kunimizda, ya'ni muhojirat diyaridagi Uyg'urlar biz yo'qotib qo'yayotgan nihoyat muhim masala haqida to'xtaladi. U bo'lsa nima? Istiqomat. İstikamet degan nima? Amaliyat istikomatning nima ekanligi haqida biz so'zlashdan ilgari istikomatning muhimligi haqida so'zlasak, istikomat bir musulmonningki dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li. Biz istikomatda turolmaydi ekanmiz. Bizda istikomat bo'lmaydi ekan, biz dunyolikdan mag'lub bo'lamiz, oxiratdan mag'lub bo'lamiz. Ammo afsuski biz bugungi kunimiz qolib qolgan bo'lsak, biz Uyg'urlar, ya'ni muhojiratdagi Uyg'urlar, Alloh subhanahu va taolo bizga ana shunday kengir ne'mat bersa, istikomatni yo'qotib qo'yapmiz. Hatto ba'zi kishilar vatandagini texmi taqvolashgan, vatanda hidoyatsiz bo'lsa, chet elga chiqib hidoyat topgan bo'lsa, qisman kishilar, ammo ko'p sonliqimiz vatanda nihoyat taqvo, nihoyat fidokor, dinning g'amini qiladigan kishilar edik. Ammo chet elga chiqqandan keyin tug'an sira dindan yiroqlashib ketyapmiz. Istiqomatimizni yo'qotib qo'yapmiz. Vaholanki istiqomat bugungi hadisda ta'kidlangandek nihoyat muhim bir masala edi. Biz oldin hadisni o'qiylik, bu istiqomatning qancha muhim ekanligini tushunish uchun. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Amr wa qil Abi Amra Sufyan ibn Abdullah radhiyallohu anhu qal Abi Amr va Abi Amra da matludi ikki xil ismi ekan bir odamninki. Ana shu sahobadan naql qilinib mundaq dedi u sahoba. Qultu ya Rasululloh, men Rasululloh dedim, ey Rasululloh, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Menga islom haqida bir so'zni deb bergin ki men u hakkında hiç kandak bir adamdan soğumay. Yani sen şundak bir sözünü dep bergin ki men şu sözünden tutay, hayat desturum kılay, dünya ve ahiretlik nicatlık yolumda tapay dedi. Nima degan muhim bir söz ha? Resulullah'tan so'rgan bu savolning o'zini biz so'rsak, Rasululloh deb bersa, uning javobi bizning hayotlik dasturimiz bo'ladi. Rasululloh nima dedi? Qul amantu billah thumma istaqim. Sen Alloh ishinaman degin, ondan keyin rus mustahkamdir. Bu hadis bizning dunyo va oxiratlik nijotlik yo'limiz bo'lgan istiqomat haqida to'xtaladi. Ya'ni biz musulmon, ammo iymonimizni har vaqt yangilashga ehtiyojliqmiz. Chunki iymon ko'nraydi. Xuddi kiyim ko'ngandek Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam degandek. Shuning uchun iymonimizni yangilashimiz kerak. Nima orqali yangilaymiz? Tafakkur orqali yangilaymiz. O'limni eslash orqali yangilaymiz. Kasallarni ko'rish orqali yangilaymiz. O'zimizning ojizligini his qilish orqali yangilaymiz. Uchirgan ba'zi yerlarimizni qarab, bergan ne'matlarni menga Alloh beribdi. Men bir ojiz bir inson ekanman degan mana shunday tafakkurlarni qilish orqali iymonimizni yangilab vaholanki biz bugungi kunimizda chet elga chiqqandan keyin iymonimiz tug'an sira ozishib ketyapti. Ko'pinchimizniki vatandagi, ya'ni zulm ostidagi, zolimlar zulm qilayotgan, bizning namozimizni cheklayotgan, diniy o'rganishimizni cheklayotgan ana shunday muhitdagi iymonimiz bugungi kunimizda suslab ketyapti. Demak, biz istiqomatning birinchi qadamini yo'qotib qo'yapmiz. Biz dunyo va oxirat bilan bir nijotlik yo'lini topay deganmiz. Birinchi qilib iymonimizni yangi holatga tutishimiz kerak. Nima orqali? Tafakkur orqali, o'limni eslash orqali. Chunki qanchalik erkin yashaylik hayotda. Bizga hech kim hech narsa demaydi ekan deylik. Qilg'imizni qilib yashaylik, dinni tashlab yaşaylı. Amına bir günü ölümüz, Allah'ın aldığı barımız, Allah'a tutulumuz. Şuna ma hayatga asla ve asla aldanmaslık gerek. Özümüzdeki ma hayatki mevcutluk gayemizde bilişimiz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala bizi nimi üçün yarattı, bizge qandaq vazifelerni yükledi, bunu oylashimiz gerek. Eğer biz bu vaqtda oylanmay, yep, içip, şu dünyanı oylab, öy alsam, maşina alsam degenin lam qilib, amaliyotda bunu gam qilish xato emas, ama mushuni lam qilish xato. Undan boshqasini gam qilmaslik xato. Dinning gamini qilmaslik xato, iymonning gamini qilmaslik xato, musulmonlarning ahvolining gamini qilmaslik xato. Ana shunday gamlarni qilmay, bir kishi yashab o'tib ketsak, tarixdan buyon nurg'un odam izsiz o'tib ketgandek o'tib ketaveramiz. Ma dunyoda izimiz olmaydi. Allohning oldiga borgan vaqtimi hech qanday bir xizmatimiz, amalimiz bo'lmaydi. Bizni jannatga kirgizadi. Shuning uchun ma chet eldagi dinsizlik shavqullari va shundaqla dunyo o'ziga mabtun qildigan mana shundaq zibuznalik aldanmasligimiz uchun har vaqt iymonimizni sap yangi tutishga ahamiyat berishimiz kerak. Derslarni tingishimiz kerak, tabliğlarni tingishimiz kerak, mumkin bo'lsa suhbatlar bo'lsa berishimiz kerak. Iymonli, taqvodor kishilar bilan do'stlashishimiz kerak. Va shundaqla ana shundaq ahli ulamo bo'lib qolsa, o'zimiz ishonch qiladigan, iymoniga, taqvoliga ular bilan do'stlashish kerak, ular bilan hamroh bo'lish kerak. Mush orqali iymonimizni sap tutishimiz kerak. Mana bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bu sahobaga tavsiya qilgan birinchi ish. Qul amantu billah. Allohga ishonaman degan dedi. Ig'izlanma.
Yo'q. Şirketimiz bilan, qalbimiz bilan, hammamiz bilan Allohga ishonaman degan bu e'tiqodni yanglishimiz kerak, yangi tutishimiz kerak. Ondan keyin istaqim. Rasululloh nima dedi? Mustahkam tur dedi. Hayotingning oxirigacha iymoning taqozo qilgan yo'lda adashmay, lillah durust turg'in. Ibodatlaringda mustahkam turg'in, muomalaringda mustahkam turg'in. Va shundaqla sana ziyon kelib qoladigan ish bo'lsa-mu, sening ziyningga bo'lib qolsa-mu, lillah turg'in degan bo'ladi. Istiqomat. Biz mana shundaq hayotimizning oxirigacha mustahkam turalgan vaqtimizda ondan keyin biz ana shundaq dunyo va oxiratimizning nijotligi bo'lgan hayot dasturini qo'lga keltirgan bo'lamiz. Qarab boqadigan bo'lsak, aqli bor odam, tafakkur qildigan odam Allohga bo'lgan iymonni yengilay oladi va shundaqla iymonga kira oladi. Ammo iymonga kirish uchun hamma ish bitmaydi. İmanğa kirdik, iman etdik ama şu imanın taqozosi bo'yicha ish qilishimiz kerak. Biz o'zimizda mu'min deb qo'yib, mu'minlik taqozo qilgan ishni qilmasak, mu'min bo'lamdi. Bir doktor o'zi doktor deb qo'yib, doktorlik taqozo qilgan ishni qilmasa doktor bo'lamdi. Bo'lmaydi. Shu iman taqozo qilgan ishni biz qilishimiz muhim, ammo bu iman taqozo qilgan ishni ko'p hollarda biz tunji qadamda qila olamiz. Nurg'un kishilar iman aytadi va yoki bir o'limni ko'radi, ota-onasi o'ladi, iman qaytadi, hidoyat topadi. Ammo ana shu hidoyatida istiqomat turishi, hayotining oxirigacha adoqqish turishi bu intayin qiyin bir ish. Hayotimizning oxirigacha terranmay, buran chapqullarning zarbasiga uchurmay, ya'ni buran chapqullar bizning bashimizga kelib qolsa-mu, terranmay mustahkam turish bunday qiyin bir masala. Ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga fastaqim kama umurda, sana buyurilgandek mustahkam tur degan mush oyatimi bir ig'ir oyat nozil qilindi deydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga mana shu istiqomat, mustahkam turish, terranmay turish, hayotning oxirigacha odoqish turish payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga ig'ir kelgan. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga chiroyli qarab, "Ey Rasululloh, qirib ketiblar." dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dedi, "Şeyyebeni Hudun ve havatuha." Hud suresi ve onun yandaş kelgan sürelerini qiritdi degan. Hud suresidan bo'lgan maqsad qaysi? Mana shu fastaqim kama umirdi. Buyurilgandek mustahkam tur. Endi biz o'zimizga bir qarab boqaylik. Buyurilgandek mustahkam turdukmi? Istaqim degan gap mustahkam rustu degan gap. Qanda bir holatda bo'lma, ziyonga uchra, foyda ol, rahat yerga chiq, erkin yerga chiq, hech kim hech narsa demaydigan yerga chiq. Va yoki bir zulmning ostiga kirib, nima bu? Tuz bo'l degan gap. Biz agar vatandagi ana shundaq bir zulm boyada, rus turib va shundaqla jamoat fikri boyada, yomon ish qilsa haqli so'z qo'yadigan, ayiblaydigan yerda rus turib, endi men erkin dunyoga chiqqandan keyin maymoq kelsak, atrofda nima kiradigan bir şey yo'qkan deb, havo havasimizning kayniga kirsak, shahvatimizning kayniga kirsak, nafsimizning kayniga kirsak, tuz turolmagan bo'lamiz. Ya'ni istiqomatda turolmagan bo'lamiz. Istiqomat degani nima edi? Iymonimiz taqozo qilgan yo'lda odoqqicha mustahkam tuz turish. Bayashat yashayli, qiyinchilikda yashayli, tuz turish mana bu istiqomat. Bu sababdan mana mushu masala, ya'ni istiqomat masalasi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga g'ir kelgan va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni qiritgan masala. O'ylab boqaylik, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdek bir Allohning payg'ambariga ig'ir kelgan, qiritgan masala biz talqaydigan masala-mu? Asla undaq emas. Istiqomat masalasi har bir musulmonning dunyo va oxirat nijotlik yo'li, ammo bu yo'l nihoyat ig'ir bir yo'l. Bu mujodala qilishga tegishli bir yo'l, to'xtamay tirishga tegishli bir yo'l va shundaqla Allohdan so'rashga tegishli bir yo'l. Bu sababdan Alloh subhanahu va taolo bizni har vaqt kunda 5 qatim o'qiydigan namozimizda mana shu istiqomat surashini o'rgatadi. Nima deb so'raymiz? Ihdinas siratal mustaqim. Teptuz bo'lgan yo'lga bizni hidoyat qilgin. Unda maymoq emas, manfaatga agirib o'tib ketadigan emas, manfaatga sun ziyon kelsin, tuz mangadigan mana shu istiqomatga bizni boshlagan deb har namozimizda Alloh subhanahu va taolo bizni surashini o'rgatadi. Shuning uchun istiqomat masalasi unda oddiy masala emas. Har birimiz o'zimizni bir tekshirishimiz kerak. Menda istiqomat bormi, yo'qmi? Birinchidan, iymonim yengimi? Ikkinchidan, menga foyda keladigan, ziyon keladigan, qiyinchilik bo'ladigan, rahatda bo'ladigan har qanday o'xshash tura oldimmi? Ya'ni qiyinchilik kelsimi, iymonim mustahkam tura oldimmi? Foyda olsammi, ziyon olsammi, Alloh yo'lida o'xshash xizmat qila oldimmi? Alloh yo'lida o'xshash pul xarjlay oldimmi? Kishilar hurmatlagan vaqtida, Alloh yo'lida xizmat qilib, kishilar hurmatlamagan vaqtida, kishilar qochgan vaqtida bu yo'ldan yaltaydikmi? Buningga bir qarasak, hammamiz biz istiqomatdami emasmi o'zimizni baholay olamiz. Masalan, qarab boqaylik, o'sha diniy xizmat desa, vatanda diniy xizmat qilganlarni nihoyat hurmatlaydi, qo'llaydi. Ammo chet elga chiqqandan keyin hamma odam o'z turmushi bilan bo'ldi. Din xuddi lozim emas narsadek bir holat kelib qoldi. Buning bilan agishib, diniy xizmat qilayotganlarmi? Yaltish bor. Chunki bizni qo'llamadi, hurmatlamadi deb. Kishilar agar dinning xizmatini qilmay, dinni g'am qilmay, islomni g'am qilmay, dindan yaltaygan bo'lsa, ular istiqomatni yo'qotdi. Dunyo va oxiratlik nijotlik yo'lini yo'qotdi. Ammo buningga ergashib, diniy yetakchi bo'lgan kishilarni yetaklaydigan kishilarni yaltaysa, kishilar hurmat qilmadi yoki qo'llamadi deb yaltayib olsa, qo'limizdan kelishi tirishmay, biz istiqomatda, rus yo'lda turolmagan bo'lamiz. Va shundaqla iymon jihatdimi, ana shundaq vatanlik zulm vaqtida mustahkam turib, ham erkin dunyoga chiqsak, yaltayib olsak, o'zgarib olsak, har xil fikrlarning ta'siriga uchursak, biz istiqomatda turolmagan bo'lamiz. Shuning uchun deb o'tganimizdek istiqomat masalasına ait ig'ir qiyin masala bo'lganligi uchun insonninki yashagan muhiti har xil sabablar tufayli o'zgarib ketadigan bir inson bo'lg'achqa biz tunji qilib istiqomat turish uchun Alloh subhanahu va taolo bizni duo qilishga buyuradi. Allohning hidoyat so'rashga buyuradi. Shunga bundagi namoz vaqtimizda ihdinas siratal mustaqim degan ma'nosi meni istiqomatga boshlagan degan gap. To'g'ri bo'lgan, tuz bo'lgan yo'lga boshlagan, dunyo manfaati kelib qolsin, ziyni kelib qolsin, rus mangadigan mana shunday hidoyat yo'liga boshlagan deganlik.
Chunki iymon etmoq oson, hidoyatning tunji qadamiga solmoq oson, yaxshilarni tunji qatim hayajonlangan vaqtimizda qilmoq oson, ammo oxirgacha odoqcha mustahkam izchil qilish bu nihoyat tez. Iymonda mustahkam turishmi tez. Masalan, Rasulullohning hayotida qarab boqadigan bo'lsakmi, ba'zi sahobalar bu imtihonni o'tamagan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tunji qatim iymon etgan, mushriklarning aziyatiga uchirgan, shu vaqtda iymondan yonmagan ba'zi sahobalar qanday qilgan? Habasistonga hijrat qilgan. Ana shundaq dinning aziyatini chekkan sahobalar ichidan Habasistonga ko'chgandan keyin birisidan bo'lib ketgan xristian bo'lib ketgan. Qarab bakalım Resulullah tunjulab iman etdi. Dinning aziyatini çekti, sabr qildi. Allah yo'lida yurtini tashlab hijrat qildi. Hijrat qilib Habasistonga borgandan keyin bu yerda xristian bo'lib ketdi. Hidayat mana shundaq narsa. Shunga har vaqt Alloh subhanahu va taoladan istiqomatning tunji qadam bo'lgan iymonni, hidayatni bizda mustahkam qilishni so'rashimiz kerak. Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalom har vaqt Alloh subhanahu va taoladan ya muqallibal qulub, ey qalblarni o'rib cho'rguvchi zot, tabbit qalbi ala dinik. Diningda qalbini mustahkam qilgin deb so'raydi. Rasululloh ana shundaq so'rag'ayda bizning qanchalik ehtiyojimiz bor? Haqiqatan ehtiyojimiz bor. Agar biz buningga sal qarab, xiyolga minib tuymay istiqomatimizni yo'qotimiz, tuz yo'ldan maymoq ketimiz, dunyo va oxiratlik ziyonga uchrab ketamiz. Ikkinchisi, ya'ni bizning istiqomatda turishimiz uchun muhim bo'lgan ikkinchi masala nima desanglar? Ilm. Biz Allohga ishondim deb iymon etgandan keyin chuqur iymonimiz taqozo qilgan darajada ma'lum narsalarni bilishimiz kerak. Chunki iymon degan iymon aytib qo'sh bilan yurtmaydi. Uni qo'g'dash uchun ilm kerak. Masalan, ba'zi narsalar haqida bizda ilm bo'lgan vaqtida iymonimizga shubhi tashlaydigan ba'zi fikrlar kelgan vaqtida ana shu ilm qo'g'daydi. Agar bizda ilm bo'lmasa, Allohga ishondim deymiz, yana birisi xato fikrni bilan taqatsa, ezib ketamiz. Biz iymonimizni mustahkam turaylik deydi ekanmiz. Dinga munosabatlik, iymonimizga munosabatlik bo'lgan ilmni cho'nqurlashtirishimiz kerak. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda fa'lam annahu la ilaha Allah'tan başka ilah yok deb bil, ögen, ilim al deydi. Allah'a iman etiş ilimni taqozo qiladi. Bizde ilim bo'lmaydigan imanimiz yeltisiz bo'ladi. Nima günümüz? Allah'ның isimlerini ögünümüz, dini mezmunlarını köp o'qiymiz, ya'ni dini sevimizni oshiramiz. Dini sevimiz qancha tuvan bo'lib qolsa, bizni xato fikrlar shuncha oson ozdirib ketadi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda innama yaxshalloha min ibadihi ulama deydi. Alloh subhanahu va taoladan olim kishilar bakrak qo'rqidi deydi. Masalan, ba'zi ilm ahli bo'lmagan kishilarimiz bor. Ay taqvo. Bular taqvo, ma'lum jihat taqvo, ya'ni ma'lum jihat kelgan vaqtda taqvo emas. Ilm bo'lmaganlik uchun o'zining mijoz xarakteri va shundaqla ba'zi ishlar ma'lum noktada taqvo bo'ladi, ammo umumiy shaklda taqvo bo'lmaydi. Va yoki ba'zi taqvo qarindoshlarimiz ilm bo'lmasa, ma'lum muddat taqvo bo'lishi mumkin, ammo ba'zi bir davolg'ushlarga kelgan vaqtida u taqvoligida mustahkam turmaydi. Chunki uni ana shunday davolg'ushni qo'llaydigan ilm yo'q. Shunga ilmsiz taqvolik uzunga bormaydi. Bunga hargiz aldanmaylik. Taqvoligimizni himoya qilaylik deydiganmiz, ilm o'rganishimiz kerak, to'xtamay diniy kitoblarni ko'p o'qishimiz kerak. Uchinchisi, ya'ni istiqomatda mustahkam turishimiz uchun eng muhim bo'lgan ishlarning birisi yaxshi hamroh. Biz hammamiz yolg'iz yashamaymiz. Do'stlarimiz bor. Olishilgan do'stlarimizning g'ami nima, maqsadi nima, nima ish qiladi? Bunga diqqat qilishimiz kerak. Agar olishilgan do'stlarimizning faqat shu dunyoda yeb ichishlam g'ami odam bo'lib qolsa, biz har qancha istiqomat tursakmi, to'g'an siri ularning qatoriga qo'shilib ketamiz. Boshqa do'stlarimizning hammasi, mashina boshqa, ya'ni dunyoviy narsalarni g'am qiladigan, islom g'ami yo'q, musulmonlar g'ami yo'q, oxirat g'ami yo'q, jannat g'ami yo'q, do'zax g'ami yo'q. Bunda insonlar bo'lib qolsa, o'zini inson bir xil g'arib his qilib qoladi. O'zini ahmoqdek his qilib qoladi. To'g'an siri ularning qatoriga kirib ketadi. Shuning uchun istiqomat turay deydiganmiz, istiqomat turgan kishilarni o'zimizga do'st tutishimiz kerak, ular bilan hamroh bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunday deydi: "Innama mathalul jalis solih va jalisus su ka hamilil miski va nafikhil kayr." Yaxshi hamroh bilan yomon hamrohning misoli shuki, ipar tushug'uchi bilan temir do'kondagi ko'rik ishlatuvchining misoliga o'xshaydi. Yaxshi do'st ipar tushug'uchiga o'xshaydi. Yomon do'st bo'lsa, ko'mirchining do'kondagi ko'rik ishlatuvchiga o'xshaydi. Sen ipar to'shug'ichidan ya o iparni setib olsa, setib olsaqmi foydalanamiz shundaqo. Yoki setib olmasaqmi, yaqin tursak, uning xushpuraqi bizga keladi. Ko'mirchining do'kondagi ko'rik ishlatuvchi ya kiyimimizni ko'ydiradi. Shu temirni bir ish qilaman deb o'tni po'lab, ya undan bir sesiq puroq keladi. Dal shunga o'xshaydi. Masalan, yaxshi do'st aralashsak, ya undan ilm o'rganamiz, ya axloq o'rganamiz, ya yaxshi munosabat o'rganamiz, ya'ni olish orqali uning ta'siriga uchraymiz. Yomon do'stchi, undan yomon ishlar yo'qidi yoki ana shundaq yomon puroq o'xshatilgan yomon muomala, axloqlar bizga yo'qidi. Yoki qimmat qarash jihatda biz to'g'an siri shularga o'xshash bo'lib qolamiz. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda kishi do'stining dinida deydi. Ya'ni do'stingizning dini dunyolanmi? Undaq bo'lsa, sizmi shu dinda bo'lib qolasiz. Agar do'stingizning dini islom bo'lsa, din bo'lib qolsa, Allohning roziligi bo'lib qolsa, sizmi shu yo'lda bo'lasiz. Shuning uchun sizlarning biringlar kim bilan do'stlashganligiga qarasin deydi.
Şuna bugün günümüzdeki erler bolsun, hanım kızlarımız bolsun. Ben imanımda müstehkem turay. Ma gayemden azmay, adaşmay, vatenden çıkan vaktimdeki gayemni yo'qotmay va ki Allah Taala menga tanlagan bu hidayet yo'lini yiroqlashmay deydikan, bir yer kelganda kiyim-kechakning gapi, modaning gapi, ne deydigan narsaning gapi. Bunda gap emas. Bunda bir diniy g'am, farzand tarbiyasining g'ami, oilani go'zal tutishning g'ami o'xshash, dunyo va oxiratimiz uchun foydali bo'lgan shunday parag'ni qildigan kishilarning do'stlashishi kerak. Unda bo'lmaydi ekan, ismi yillarning o'tishi bilan, kunlarning o'tishi bilan dunyo paras-parasiga aylansizda, dunyo va oxirat nijot yo'limiz bo'lgan istiqomatingizni yo'qotasiz. To'rtinchisi, ya'ni istiqomatimizni qo'g'dash, istiqomat turishning eng muhim bo'lgan ishning to'rtinchisi bo'lsa, tilimizni himoya qilish. Bir odamningki istiqomati qanday shakllanadi? Tili orqali shakllanadi. Shuning uchun bir odam attaganda o'rnidan turgan vaqtda butun a'zolarining hammasi bo'y egib, yolvurib turib, tilga yolvuradi deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Ittaqillaha fina. Ey til, ey ig'iz, biz haqida Allohdan qo'rq. Fa in istaqamta, istaqamna. Sen istiqomatda bo'lsang, sen rus bo'lsang, biz istiqomatda bo'lamiz. Va in i'vajajta, i'vajajna. Sen maymoq kessang, sen istiqomatdan qayib ketsang, biz qayib ketamiz. Yani bir hadisde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam deydi. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu ve la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Bir adamninki imani, onun kalbi istiqametli bo'lmoqchilik, kalbi tuz bo'lmoqchilik, onun imani tuz bo'lmaydi. Yani imanımız istikametli olsun dediğimiz en avval kalbimiz istikametli bo'lishi kerak. Ve la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tili, yani ig'zi tuz bo'lmoqchilik, istikametli bo'lmoqchilik, durust bo'lmoqchilik, sağlam bo'lmoqchilik, onun kalbi istikametli durust bo'lmaydi. Unda olsa istiqomatning eng muhim omillaridan birisi qaysi ekan? Tilimizni himoya qilish. Nimadan? G'ayvat shikoyatdan, behuda so'zlardan, yolg'on guvohdan, so'xanchilikdan, chaqimchilikdan, butun Alloh rozi bo'lmaydigan shunday yomon ishlarning hammasini tilimizni saqlayolgan vaqtimizda, ondan keyin bizning qalbimiz pokiz bo'ladi. Qalbimiz pokiz bo'lgan vaqtda, qalbimiz mustaqim, istiqomatli bo'lgan vaqtda bizning iymonimiz durust bo'ladi, tuz bo'ladi. Beşincisi, yani istikamet duruşun en muhim amillaridan birisi olan beşincisi bo'lsa, 5 vaqt namozimizni o'lchamlik o'qish. Bu istikametin en asas kısmı. Biz 5 vaqt namazımızı ölçemlik, xuşu bilan, sagaklik bilan o'qigan vaqtimizda istiqomatning asosini atgan bo'lamiz. Agar 5 vaqt namazını susulagan vaqtimizda, vaqtini kechiktirib qazo qilib o'qigan vaqtimizda, ahamiyat bermagan vaqtimizda biz istiqomatning asosiy yiltizini, hul qismini ketkizib qo'ygan bo'lamiz. Chunki bu 5 vaqt namoz degan bir musulmonning iymonini qo'g'daydigan, axloqini qo'g'daydigan, gunohlarni himoya qiladigan bir qalqon. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda dedi: "Innas solata tanha anil fahsha'i val munkar." Haqiqatan namoz gunoh va fohishlar, yomon ishlarni to'sadi deydi. Biz namoz o'qib turib gunoh qilgan bo'lsak, bizning namozimiz o'lchamlik emas degan gap. Haqiqiy bizni istiqomat tutadigan namoz emas deganlik. Unda bo'lgan ekan qanday qilamiz? Namozimizni o'lchamlik o'qiymiz. Qanday o'lchamlik o'qiymiz? Xushu bilan o'qiymiz. Qanday xushu bilan o'qiymiz? Biz namozda qanday xushu bilan o'qishni ilgirki darsimizda so'zlab bo'ldik. Ya'ni biz o'zimizniki Alloh bilan bir o'xshashganligimizni eslab turib, degan gaplarimizning ma'nosini bilib turib, shundaqla sagaklik bilan, o'yg'oqlik bilan o'qigan vaqtimizda ondan keyin bu namoz bizni gunohdan to'sadi, fahishalardan to'sadi. Aks undaq bo'lmaydi ekan. Sal qaraydi ekanmiz, namozni kechiktirdi ekanmiz, namozni zoya qilgan bo'limizda, garchi namoz o'qisaqmi, biz nefsimizga ergishib ketamiz, shahvatlarga ergishib ketamiz. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda buni alohida eskartib, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'ush shahavat." Ulardan keyin kelgan kishilar namozni zoya qildi. Namoz zoya qilgandan keyin nima bo'ldi? Wattaba'ush shahavat. Shahvatlarga ergashdi. Demak, namoz bizni ana shunday shahvatlardan, yomon ishlardan to'sadi. Namozni zoya qildikmi, shahvatga tushdik, biz istiqomatimizni yo'qotdik degan gap. Ham istiqomatda turishning naqadar muhim ekanligini tushundik. Istiqomat turishning bizning dunyo va oxiratlik nijotlik yo'limiz ekanligini tushundik. Ham istiqomat turgan odam xatolashmamdi, gunoh o'tkazmamdi, undaq emas. Istiqomat turgan odam xatolashadi, gunoh o'tkazadi, ammo qanday qiladi? Tavba qiladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Fastaqimu ilayhi wastagfiruh." Allohga rus bo'linglar, durust bo'linglar, mustahkam turinglar, wastagfiruh va tavba qilinglar. Yani xatolashib qolsanglar, ba'zan chaqda istiqomat turolmay qolib qolsanglar, ba'zi bir gunohga tushib qolsanglar, namozga sal qarab qolsanglar, o'lchamlik o'qiyolmay qolib qolsanglar, Allohga tavba qilib, yani istiqomatda davom qilinglar deydi. Demak, istiqomatda ba'zi vaqtda inson doim izchil turolmaydi. Undan qutulib chiqishning yo'li tavba qilish, istig'for aytish. Biz ana shunday yo'llar bilan istiqomat tura olgan vaqtimizda dunyoda bizda xotirjamlik bo'ladi. Bizning jinimizni og'li kelgan vaqtda farishtalar bizga shu vaqtda bishorat beradi. O'lgandan keyinmi bizga hech qanday g'am, qayg'u, qo'rqinish bo'lmaydi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo nayt ochiq qilib, "Innallazina qalu robbunalloh." Haqiqatan Robbimiz Alloh deganlar. Ya'ni iymon etgan, iymoni mustahkam turgan kishilar iymonlam yetmaydi. Allohga ishonishlam yetmaydi. Robbim Alloh deyishlam yetmaydi. Summa istaqamu. Istiqomat turganlar. Ya'ni Allohga ishonaman degan gapida hayotining oxirigacha, odoqcha mustahkam turganlar tatanazzalu alayhimul malaika. Ularga farishtalar tushadi. Va ularga alla taxafu va la tahzanu. Qo'rqmanglar. Va la tahzanu. G'am qilmanglar. Va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
sizlarga va'da qilingan jannat bilan bishorat elinglar deydi. Ya'ni bu holat qachon? Shu jon halqum kelgan vaqtda, intayin dahshatli bir vaqt bo'ldi ya, hamma odam chuchuydigan, hamma odam qo'rqadigan, ana shu vaqtda istiqomat turgan odamga farishtalar qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat bilan bishorat elinglar deb ularni xotirjam qiladi, ularning qo'rqinchini ko'taradi deydi. Demak, istiqomatning foydasi mana shu jon uzishdan, shu dunyodan ko'riladi. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya va fil axirah. Farishtalar ularga deydiki, biz sizlarning dunyo va oxiratdagi do'stlaringlar. Va lakum fiha ma tashtahi anfusukum va lakum fiha ma tad'un. U jannatda ko'ngillar tatgan narsaning hammasi bor deb mana shunday xotirjamlikni ularga beradi. Mana bu istiqomatninki jon uzish oldidagi dunyodagi foydasi, oxiratdagi foydasimi ularga hech qanday qo'rqinish bo'lmaydi va shundaqla ular jannatga kiradigan, jannatda mangu qoladigan jannat ahlidan bo'ladi. Shuning uchun istiqomat masalasi nihoyatda muhim bir masala. Yani adaqqicha mustahkam turish masalasi nihoyatda muhim masala. Bu haqda o'zim va butun qarindoshlarimizni o'zini bir tekshirishga, o'zining iymoni sustlab qolgan, iymonsizlikqa tuanga tushib ketgan bo'lsa, darhol ko'tarib olishga, iymonimizni izchil tutishga tirishaylikki, o'lim kelgan vaqtda istiqomatli jon uzaylikki, farishtalarningki bishoratiga erishaylik. Hayot bizni aldashi mumkin. Hayotdagi ba'zi kishilarning so'zlari bizga ta'sir qilishi mumkin. Qandalan bo'lmasin, qanchalik cho'nchilik qilib ketaylik, qanchalik ishab ketaylik, o'lim haqiqat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limning ta'minini tatiydi. Mayli Turkiyada yashaylik, mayli vatan ichida yashaylik, mayli Yevropada yashaylik, hammamiz o'limiz. Asqitadigan qilgan yaxshilarimiz istiqomatimiz. Shuning uchun dunyoning har xil ta'sirlariga uchramay, agar uchrab qolgan bo'lsak, Allohga tavba qilib, iymonimizni yangilaylikki, hargizmi bani Isroillarga o'xshash, az zulm ostida Allohga yaqin, erkin dunyoga chiqqandan keyin iymondan yiroqlashib, dinni tashlab ketadigan bundaq kishilarning qatoridan bo'lib qolishini qattiq saqlaylik. Va chet elga chiqqandan keyin nurg'un taqvo kishilarningki suslab ketishi, pasiqlab ketishi, dindan yiroqlab ketishi, xuddi dinni bekonasidek lozim bo'lmaydigan narsaga kurab qilishi eng ichinishli, eng qo'rqinchli bir masala. Alloh taolo bergan bu erkin dunyo ne'mati uningga ziyon qilgan va shundaqla bu ne'matga shukr qilmagan kishilardan bo'lib qolishni qattiq saqlashimiz kerak. Biz bu erkin dunyoga chiqqandan keyin texmi taqvolashimiz kerak, dinning g'amini texmi qilishimiz kerak, xalqimizning g'amini texmi qilishimiz kerak. Unda bo'lmaydi ekanmiz, dunyo va oxiratda Allohning g'azabiga uchrab ketamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni hidoyat ustida mustahkam qilsin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Va akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammedur